Buxoroning butun mamlakatga dong'i ketgan tabibi Abu Ali ibn Sino davo istab kelgan yigitni davolay olmadimi? Rivoyatlarda aytilishicha, Ibn Sino har kuni ertalab uydan chiqayotganida, uning eshigi oldida bemorlar ikki tomonga tizilishib qator o'tirishar edi. Uydan chiqib ketayotgan vaqtida u bir tomonda o'tirgan kasallarga qarab, ulardan hol ahvol so'rar va "Siz falon narsa bilan kasalsiz, buning davosi falon narsa" deb o'tib ketar edi. Uyga qaytayotganida esa ikkinchi tomondagilarga qarab, ularning kasallarga davo bo'ladigan narsani aytib o'tar edi. Bir kuni u bir bemorga juda diqqat bilan qarab turdi-da, unga lom-lum ham demasdan boshqalardan hol so'ragani o'tib ketdi. Bu holdan bemor juda xafa bo'lib, hatto hayotdan ham umidini uzdi. Uyiga qaytib kelib, "Men shu kasalimdan o'lar ekanman. Agar o'lmaydigan bo'lganimda edi, Ibn Sino sal e'tibor berib qarardi. U bo'lsa so'rashga ham loyiq ko'rmadi. Endi go'ri kafanimning hozirligini ko'raveringlar", dedi. Shu tariqa bemor o'zining o'lmini kutib yotdi. Bir vaqt uyning burchagidagi teshikdan bir zaharli ilon chiqib, o'rmalab kelaverdi. Ilon uyning o'rtasida turgan bir kosa sutga yaqinlashib, sutni o'z domiga tortdi. Birozdan keyin ichgan sutini qaytadan kosaga qayt qilib tashladi. Buni kuzatib turgan bemor ilon iniga qaytib ketganidan keyin o'zicha o'ylab, "Baribir o'lar ekanman. Tuzalishimdan-ku hech darak yo'q. Kel, shu zaharli sutni ichay-da, o'lsam o'lib qo'ya qolay", degan qarorga keldi. So'ngra u sutni simirib ichdi. Lekin bemor o'lmay, aksincha tobora tuzala bordi. Kundan kunga tuzalib borayotganini sezgan bemor o'zining o'lmaganini, balki sog'lig'ini borgan sari yaxshilanayotganini aytib, e'tiroz bildirish niyatida Abu Ali ibn Sino oldiga bordi. Ibn Sino uning ahvolini ko'rib juda hayron qoldi va bemorga "Sen ilon qayd qilgan yegulikni qachon va qanday qilib topding? Kasalingning davosi zaharli ilonning qayti edi. Uni topishning iloji bo'lmaganidan u kuni men sendan nima kasalligini ham so'rab o'tirmagan edim", dedi. Shunda kasal Abu Ali ibn Sinoga qoyil qolib, bo'lgan voqeani batafsil gapirib berdi. Videoning keyingi qismida Ibn Sino hayotidagi yana bir voqeani yoritib beramiz. Sizga qiziq bo'lsa, obuna bo'ling.